Orzudagi O'zbekiston fikringizcha parlamentar respublika bo'lishi. Aynan shunaqa. Biz ya'ni o'sha yo'nalishda harakat qilyapmiz. Masalan, hozir bizda mana kuchli prezidentlik davlati bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bersangiz, jiddiy islohotlar jarayonlarida prezident albatta o'zini qaysidir vakolatlarini parlamentga o'tkazadi. Ya'ni bosqichma-bosqich biz ana shunga qarab ketyapmiz. E'tibor bersangiz, 3000 yillik davlatchilik tajribamizda doimo bitta super insonni mamlakat uchun qaror qabul qilish imkoniyati berilgan. Va mana shu bizni davlatchiligimizdagi an'ana, unday o'ylab qarasangiz. Mana shu an'anadan birdan kesib kechib bo'lmaydi. Chunki xalq bugun masalan e'tibor bersangiz, e'tirozlarni 90%, e'tiroz va shikoyatlarni 90% sudga emas, prezidentga yoziladi. Masalan, oddiy mahalladagi yo'l bo'ladimi, oddiy masalalar bo'ladimi? Aynan shu zarurat va murojaatdan kelib chiqib, prezident ham aynan shu masalalar bilan shug'ullanishiga to'g'ri keladi. E'tibor bering, masalan, tuman hokimlari va tuman darajasidagi muammolarni ham bartaraf qilish uchun bevosita prezident o'zini shug'ullanayotganligini ko'rasiz. Ya'ni bu bizning davlatchiligimizdan kelayotgan an'ana. Endi buni hozir keskin buzgandan ko'ra o'sha bosqichma-bosqichlik bilan o'sha qancha yillar oladi u Alisher aka? Endi bilasizmi, buni ChatGPT balki aynan javob berar, lekin men javob bera olmayman. Lekin endi siz tajribali siyosatchisiz. Bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Biz shu jarayonda mana 3-chaqiriq deputat bo'lib ishlayotgan bir inson sifatida men aytamanki, sizga birinchi davrdagi insonlarni, fuqarolarimizni parlamentga bo'lgan munosabat bilan hozirgi parlamentga bo'lgan munosabatning orasida o'zgarish jarayoni bor va bu sekin emas. Masalan, birinchi chaqiriqda kelgan paytimizda biz o'zimiz odamlarni oldiga borib, o'zimiz o'sha boyagi yerga tikilib o'tirgan odamlarni boshini ko'tarishga harakat qilardik. Bugun odamlarni oldiga borib, siz pastga qarab turasiz, odamlar tanqid qiladi va u masalalarni muhokama qilish va hatto bir xil joylarda juda keskin savollarga javob berishga to'g'ri keladi. Ya'ni eng chekka qishloqlarda. Bu o'ylab topilayotgan narsa emas, bu fakt. Ya'ni bevosita o'zimning ishtirokimda bo'layotgan narsalar nuqtai nazaridan aytaman, saylovchini dunyoqarashi, tafakkuri o'zgardi. Ya'ni bu jarayon davom etyapti. Lekin biz kutgan darajadami? Albatta yo'q.